Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar va nihoyat Kia kompaniyasi bilan sud jarayonlari boshlandi. Bizning sud ishimiz 25 dekabr kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Yakkasaroy tumanlari sudida ko'rib chiqiladi. Albatta biz sudga tayyormiz. Biz oxirigacha borishga tayyormiz. Biz ilgari roliklarimizda ijtimoiy tarmoqlar orqali bizga o'xshagan holatlar mavjud bo'lsa, fuqarolarimizga bepul yuridik yordam ko'rsatishga va'da bergan edik. Biz va'damizda turdik. Bir necha murojaatlar kelib tushdi. Biz murojaatlar o'rganish jarayonida shu narsaga amin bo'ldikki, asosiy xatolik iste'molchilarimizdan ketyapti. Ya'ni iste'molchilarimizni ishlarini biz sudga chiqaramiz deb yordam beramiz desak, qo'lida hujjatlari yo'q. Ya'ni avtomashinasi qaysidir holatda nosozligi aniqlanyapti, garantiyada avtosalon ma'muriyatiga borib uchrashyapti va ma'muriyat esa uni vaqtida bajarmayapti servisini, lekin biz ulardan haqiqatdan seni avtomashinang garantiyada buzilganlik holatini ustalar tekshirganda bir hujjatlashtirib qo'yganmisan degan savolni qo'ysak, aksariyat holatda rasm yoki video bilan cheklanyapti. Vaholanki hurmatli kuzatuvchilar, sudda dalillar gapiradi, hujjat gapiradi. Rasm videongiz bu birlamchi dalil emas, bu qo'shimcha dalil. Ya'ni haqiqatdan ham siz avtomashinani olib bordingiz, avtosalon uni o'rgandi va qaysidir joyida nosozligi aniqlansa, uni o'sha joydagi ustalar va avtosalon ma'muriyati ishtirokida uni hujjatlashtirib qo'yish kerak. Bitta spravka yozdirib olishingiz kerak. Bo'lmasa siz uni ertaga sudga taqdim etganingizda rasm videolari bilan o'zingiz huquqingizni tiklab ola olmaysiz. Iltimos shu holatga e'tibor qaratishlaringizni so'raymiz. Albatta biz buni shaxsiy murojaat sifatida chiqqan edik. Bugungi kunda xalq dardiga aylanib ketdi. Hatto shunaqa holatlar bo'lyaptiki, bu nafaqat Kia kompaniyasi, balki boshqa brendlar, boshqa markali avtomashinalarda ham albatta bunday holatlar bor. Ya'ni servis ko'rsatish bilan bog'liq juda katta muammolar mavjud. Hatto shunday holatlar borki, avtomashinani tirikchilik maqsadida pul topaman deb kreditga olyapti, lekin avtomashinaga 3 oydan keyin benzin quyganida avtomashinani motori kuyib qolyapti. Salonga olib borsa, avtosalon aytayaptiki, benzindan namuna olamiz, ekspertizaga jo'natamiz. Agar benzin sifatsiz chiqsa, bu holatda benzokolonka aybdor. Agar benzin sifatli chiqsa, biz aybimizni bo'ynimizga olamiz deb benzindan namuna olib yuborishyapti. Lekin uni xususiy tashkilotlarga, ekspertiza tashkilotlariga tekshirtirgandan keyin benzin ayb benzinda bo'lib chiqyapti. Avtomashina 2 oydan beri salonda yotibdi. Fuqaro haqiqatdan seni mashinang 2 oydan beri yotganligini nima hujjat bilan tasdiqlaysan desam, biron bir hujjat ko'rsata olmayapti. Avtoservis esa unga benzining mana ekspertizada o'tkazildi, benzin noto'g'ri ekan, borib sen murojaatingni benzin olgan benzokolonkaga aytasan deb yuboryapti. Hatto 1.800.000 so'm to'lashing kerak, bo'lmasa mashinangni olib chiqib keta olmaysan. Chunki biz 1.800.000 to'lab seni mashinangdagi benzinni ekspertiza qildirdik degan rad javoblari bo'lgan. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlardan iltimos qilamiz, ya'ni o'z huquqingizni talab qilishdan qo'rqmang. Albatta Kia bo'ladimi, boshqa brend ostidagi avtomashina bo'ladimi, nosozmi, mashinangiz garantiyadami, shu holat aniqlansa, uni hujjatlashtirib qo'ying. Ertaga siz huquqingizni tiklash uchun sudga murojaat qilganingizda sizning rasmlaringizdan ko'ra o'sha hujjat ko'proq asqotadi va siz bemalol sudga murojaat qilib, davlat bojlaridan ozodsiz bu holatda huquqingizni tiklashingiz mumkin bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlar tomonidan qo'llab-quvvatlashlar uchun katta rahmat. Salomat bo'linglar.